Akalar mana biznes ham yoquvdim, toqqa qarab, toqqa bermadi ham, onasining ismi bo'pti. Primer tushdi-yu, katta mashina so'rashdi. Lip Motorsmi, Lisanmi deyapti. Biz ko'p kishimizdir. Mana ko'rib turganingiz chirchiqqa qarab Dani zakaz oldik. Tashlab toqqa klient zakazimiz bor, shunga hozir qaytib kelamiz mana. Biznes necha pul chiqadi deb o'ylaysizlar? Mana chirchiqqa ham zakazimizni olib keldik, ko'rib turganingizdek, cho'ta arzon pul chiqardi, 164 ming. Akvaparkka ekan, ham tushib qolamiz, tushib qolishni ko'rib turganingizdek, lekin klient gapga mana 200 ming so'm pul berdi, mana 35 ming cheki. Xudo xolasa hozir Toshkentga ketamiz, bochkaga zakazim bor. Hozir xudo xolasa piramidga qarab chiqamiz. Toshkentga srochni borishim kerak. Akalar, tuzumsizlar, qaranglar, mana yana yangi O'zbekistonda mana ko'rayotganga qanaqa darajada yana chang ko'tarilyapti bor. Yana Toshkent o'tgan yilga o'xshab turib, havo o'zgaradimi deyman, yana chang tomonlarda yashaydigan zamonlarimiz kelyapti. Shu narsaga tayyor bo'linglar. Akalar, mana qattamiz deydi, yana mana tog'idamiz. Klient olib kelib tushirdim. Hozir ikkinchisi boshqa klientimizga ketaman. Hozir kutib o'tirib 2 da olishim kerak. 2 dan 9 minut o'tdi. Ozgina apazat qilaman dedim, bo'ldi. Endi boshqa iloji laynerga qarab ketamiz. Uni olib Maksim Gorkiga ketamiz. Maksim Gorkiga olib borib tashlab, zaryadkani to'ldiramiz deydi. Tuzumsizlar o'zinglar. Akalar, mana laynerga kelganman. Hozir klientimiz kutib turibman, ko'rib turgan joylarda.